O'quv yili boshlanishiga ozgina qoldi. Aynan shu taomdan maktabga tayyorlab berib yuboring, kuni bilan farzandingiz to'q yuradi. Nonushtaga, tushlikka, kechki taomga ham tayyorlasangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib sutni ilitib olamiz. Tuxum, droja va eritilgan margarin yoki sariyog' tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Un solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamir oshib turguncha nachinkasini tayyorlab olamiz. Qizib turgan tovaga yog' solamiz. Yog'imiz qizigach, maydalab to'g'ralgan piyozni qovurib olamiz. So'ng yog'siz qiymani solib, yaxshilab aralashtiramiz. Tabga ko'ra tuz va xohlagan ziravoringizni solib, past olovda pishirib olasiz. Bu orada xamir ham oshib chiqadi. Oshgan xamirni bo'laklarga bo'lib olamiz. Bo'lichkalarni katta-kichikligiga qarab bo'lib olsangiz bo'ladi. Menda 12 ta chiqdi. Zuvala qilingan xamirlarni yana 15 daqiqa tindirib olasiz. So'ng xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib, avval pishgan nachinka, so'ng uni ustidan xohlagan seringizni qo'yasiz. Bo'lichkani xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yaxshilab tugib olasiz. Avval sutga, so'ng kunjutga belab olamiz. Tayyor bo'lichkalarni listga terib chiqamiz va ustini pichoq bilan xohlagan shaklda kesib chiqamiz. Qizib turgan duxovkada 25-30 daqiqa pishirib olamiz. Hamma so'raydigan savol, qanday pechdan foydalanasiz deyshadi. Men 8 yildan buyon Hoffman pechlaridan foydalanaman. 30 daqiqada mazali bo'lichkalar tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizningkiga mehmonga keling.